Ularning xati baksatdi, mana davlat tilini, ingliz tilini mashq qilib deganlarga mana to'ng bu ziti. Qaranglar, bu kitobni akilib, hozir men uzammu mashqni boshlabatdim. Uzammu kitobni o'qimda xatim baksatdi. Uning ustiga biz izchil kompyuter, telefon degandek narsalarni xat yozib, bulutni davlat tilidagi nurg'un xatlarni bilimiz, ko'rsak tunimizki yozay deb qalamni olsak, yozolmaydigan bir holat shakllanib qoldi, shunami? Hem şunun tan məşq qilish uchun oğlum üzəmni çağılmay qaranglar 1-ci illikdən 8-ci illikçə barlıq qismini to'liq evibdimi. Neçə il məktəbdə oxub tapşırıqdan aran qutulğan. Bu tapşırıqni qancha ishlab bilaman, ham astidagi seri qaruga esib qo'ydim. Yuvan degani shu davlat tili bilmasi, yingvan degani ingliz tilisi. Balanglar neçinci illikdə olsa shu 1-ci illikdən 8-ci illikçə tanlıqlı buldu. Şanşa deb aldınqı keyinki mavsum deb ba. Bundaq setib olsanglar 18 qo'y, undan şanşa deb biraqni setib olsanglar 22 qo'y butun jumboda kirasiz. Yoqtirgan do'stlar astidagi seri qaruga setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.